Bugun meni minikir do'stlar, bugun men Minecraftning nasrlarni to'g'lash uslubida o'rgataman. Meni ancha sog'inib qoldilaringiz, shuni bilaman. Baribir legendamanda. Men birinchi qiladigan ishimiz nastroykamizga kirasiz. Ya'ni men o'zim bilsa kerak nastroykani. Va bu yerdan bizlar mana bu touch degan bitta barmoqcha bo'ladi, bitta bosasiz. Bu yerda bizga mana bossangiz, ya'ni mana bu bossangiz, mana shu yashilda bitta bossangiz ochib keladi. O'zingizning barmoq o'ynayotgan nastroykalaringiz mana buni tavsiya qilmayman. Ya'ni o'zingiz bilasiz, bir tekin tomoq deyotgani men uchun. Mana shu men nastroy o'ynayman. Davay qo'ydik. Bu yerga kirasiz va bu yerdan hech narsa bo'lmaydi, lekin bu yerdan to'g'ri chiqasiz. Bu yerda klassik degan bo'ladi, bitta bosasiz. O'z pik birinchi o'tkazgan payt pik kit bo'ladi, undan keyin klassik o'tkazib qo'yasiz. Undan keyin bu yerda hech narsa qolmaydi. Mening bu yerda modlarim bor. Xo'sh, bu yerda chet tillar bor. Men inglizcha qo'yganman, o'zbek tili yo'q, xudoga shukr. Bu yerda fayllar bo'ladi, zonaringiz, modlaringiz turgan bo'ladi. Mening modlarim bu yerda. Bu yerda akkaunt, ya'ni men noqsangiz, telefoningiz o'chirilib ketsa, ana bo'lmaydi. Bu yerda minikir deb bossangiz bo'ladi. Endi siz o'ynayotgan paytingiz tepangizga minikir deb yozsangiz, o'lsangiz ham minikir o'ldi deb chiqadi. Короче, shunday. Hamma biladi, ya'ni bu kambag'al serial uchun skin tanlaydi odamlar ko'pincha, lekin skini ko'rinmaydi. Lekin bitta odam o'zining skinini oladi. Odam skini ham bor, lekin ko'rinmaydi. Shuning uchun xo'sh, uning uchun mana general degan joyga bosasiz. Mana yer sharini bosasiz. Va bu yerda mana bu narsa chiqadi. Men internetim bor uchun shu narsa chiqdi. Hatto onlayn edit skin, turishi skinsda yoqilgan bo'ladi. Uni o'chirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasam skiningiz nima ko'rmaydi. Ishonmasangiz faqat aytib qo'y. O'lib o'ynagandan keyin nastroyga kirib unday qilmang. Bo'lmasam nima bo'lmaydi. Faqat bir o'lib tirilganingizdan keyin ikkalangiz ham undan keyin skiningiz ko'rinadi. Hasi biza va meni aloqasam bo'ladi. Undan keyin umuman hech kim bilmaydigan bir zo'r mana kreator bo'ladi. Kreator bitta bo'lsangiz, mana bu yerdan cheat narsalar chiqib keladi. Bu yerdan cheatlarni mana enable birinchi chiqqan kreator settingsda bo'lsangiz, cheatlar bo'ladi. Men buni yaxshi tushuntirib ketaman. Bu yerda modlaringiz, mening modlarim bor. 3 taganagina bitta nima bor, 5 ta zona bor ekan, mayli. Bu yerda 4 ta mod, bu ham nima bitta alam bor ekan, o'zi bo'ladigan modim bor ekan. Do'stlar, men nastroykalar kursini tushuntirib o'tdim. O'zingiz yaxshilab tushuntirib olsangiz ham bo'ladi. Ko'pchilik odam shuni bilmaydi. Skinni qanday ko'rintirsa bo'ladi deb. Mana shuni yoqib, o'zi yoqilgan bo'ladi. O'zi birinchi kirganingizda yoqilgan bo'ladi. O'chirib qo'ying. Skin o'shanda ko'rinadi. Video yoqqansa like va obuna bo'lishdan chiqmasin.